O'ylanib o'tirib nizomida. Bog'cha ochdingizmi yo? O'ylanib o'tiribman, shu bog'cha ochgan aka-ukalarimiz borda yangi. O'shalarga devonlar zarur bo'lyapti-da. Divanlarda bitta splash imkonimiz bor. Qo'raman sizni. Ko'rasizmi? Ha, yuring ketdi. Ko'rasiz. Mana material. Divanlarni qarang, stol-stullarni ham qo'yishibdi. Stol-stullarni juda chiroyli. Yangi ekan-a bu. Yangilar Hali chiqib chiqib yo'q bundan. Narxlarni qanaqa bersa ekan? Narxini donaga olganga 1,5 million ekan. Ko'proq zakaz qilganlarga 1,5 milliondan sal o'tib berishadi. Yo'lda qilib. Stol-stullari Dastavkalarni ham qilib berishar ekanmi? kelgan holida qilib berishadi. Stol-stullar nechi pul? 630 ming so'mdan 6 taligi. Stol-stullari 6 tali komplekti 630 ming ekan. Donaga stolini o'zi 70 ming ekan. Svetlari juda chiroyli ekan, aka-ukalar. Buni bog'cha ochgan, bog'cha ochaman degan aka-ukalarga, shunaqa yosh bolalarga, mebel oqtab yurgan aka-ukalarga jo'natib qo'yasiz. Ekran akani bilan qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring, chiroyli ishlarni bitkazib beradi. Yana boshqa svash Aka-ukalarimizga maksimalniy like bosib, obuna bo'lib, yangi bog'cha ochgan aka-ukalarimizga jo'natib beringlar. Ko'rganda ko'rishguncha, keyingi videolarimizda ko'rishib qolamiz. Sog' bo'lasiz.